mana buni uddaladi. Yo, hammaga sizlar bilan men yana o'sha Vismod. Obunachilar bugun 100 o'limga xush kelibsizlar. Bugun men O'zbekistonda bo'lmagan kontentni qilmoqchiman. Ularni esa video davomida bilib olasizlar. Qani bo'lsam, let's go. Xo'p, короче, men yangi mer ochib qishloq qidirayotgan edim. Men bitta portal topdim. Men bu chang balandligini ozgina Minecraft qotib o'tdi. Bunga ahamiyat bermaymiz. Obunachilar, men videoda ovozim yozilmagan uchun men buni montajda ovoz beryapman. Bo'ldi, obunachilar, короче, men bitta Dreamni joyini qidirayotgan edim. O'shaning uchun set tekshirish maqsadida set ochdim, lekin hech qanday chiqmadi. Koordinatalar to'g'rilab o'lchab keldim, baribir bo'lmadi. O'shaning uchun men o'zim qurishga qaror qildim. What the fuck, yo, what's up? Bo'ldi, obunachilar, короче, meni shu videomdan bilib turibsizlar, men Dreamni harakatlarini qaytarib ko'rmoqchiman. Dream hamma harakatlarini kompyuterda qilgan bo'lsa, men telefonda Bedrock versiyada qilib ko'rmoqchiman. U Java'da qilib ko'rgan edi. O'shaning uchun men hozir cho'tki bitta to'g'rilab olsam bo'ldi. Hozir bo'lmasa biz harakatlar boshlaymiz. Undan esa Dreamni videosini qo'yib olamiz. Sam, no! Come on, wait, he died. Oh! Oh, watch out. Come on. Go. Men montaj davomida bitta his qildimki, Dream ancha balandda sakrabdi. Menikidan 2 barobar balandda. Oh! He's dead. No way. Xo'p, biz uje boshladik. Let's go. Mana bu odamlar turibdi. Ketdi. Biz mana bunday qilib yuramiz. Men bitta blok qo'yib qo'yibman. No, mashina chiqamiz deng. Shuni sakraymiz. Let's go. No. Bizda 2 chiqadi. Let's go. Qani? Bu sefer o'xshaydi degan umiddaman. Qani, let's go. Bu sefer to'g'ri tushaman. Qishay, u joyga tushib ketmayman. Qani. Let's go. What the fuck? Yeah. Biz birinchisi o'tib oldik. Let's go. Ko'rasizlarmi? Sal pastroq bo'lsa ham, lekin normali cho'lmonadan tushib kelyapman-da. Bo'lmasam let's go. İkinci turga o'tamiz. What the fuck? Ishongim kelmayapti, men tepalikda tushdim. Sizga sanam ishondingmi? Hozir men anadan tushdim. Ko'rdingmi deyapman sen? My gosh. Bye, Dream. Wait, what? Oh my gosh! What? He's on the ground. Literally. Xo'p, mayli, zaman shu yerda qurib oldik. Let's go. Hozir Muhammad chopdi, meni o'tarish o'rdi. Yema, o'ylaganimni qiyin ekan. Spawn point qo'yib qo'ydim, bo'lmasa qaytadan urinamiz. Ketdi. Itashi bosamayman. What the heck? Hozir yana bitta takrorlaymiz. Bu videoda men juda ham qiynaldim. Birinchi o'ldim, keyin invertorni qanday yasalishini, qanday tezlikka bosishni o'rgandim. Lekin baribir bu mahkamasi invertorga soldim va yana versak kirib, yana o'ldim. Keyingisi yana o'ldim. Uchinchisi esa versak ichiga kira olmadim ham. Keyingisi yana o'ldim. Keyinchalik yana o'ldim. Bu sefer o'lmadim, prosta versak ustiga tushib qoldim. Keyinchalik men kallam ishlab qoldi. Stop dedimdagi men versakka qaramamda yasashni o'rgandim. Keyin esa yerga qo'yib ko'rmoqchi bo'ldim. Daji yerga ham qo'ya olmadim. Keyinchalik yerda emas, tepaga qo'ydim deganing. Keyin zerib ketganimda kema tepaga qo'ydimda pastga qarab men fint qilib tushmoqchi edim, lekin kema qochib ketdi. Keyin yana o'ldimmi? Undan keyin esa zerib ketdim. Nima qilish bilmadim. Keyin yana sakrab kemaga o'tirib olmoqchi edim, yana bo'lmadi. Keyin yana sakradim, yana o'ldim. Keyin o'ylab qarasam, video juda ham uzun bo'lib ketar ekan. Hozir masalaga qancha minut bo'lib ketganini ko'rsataman. To'g'ri, ko'zdan o'tmayapti, lekin uni yaqinlashtirsam bu 13 minutdan ham uzun video. Undan tashqari yana 2 ta video shu qayiqni takrorlash, ya'ni versakda yasab qo'yish videosi edi. Hech qaysida pashti qila olmadim-ki, oxirgi videoda qildim. Video uzun bo'lib, sizlar kutib o'tishlaringni xohlamadim va u joylarni qirqib tashladim. Xo'p, kerakli obunachilar, bu yog'ini men tezlashtirib o'rmasam bo'lmaydi, chunki bu juda ham uzun video. U joylarni qirqib tashlayman va bir xil joylarni tezlashtirib ko'rsatib beraman.
ketdi. Bu video naq 62.2x ga tezlashtirilgan video. Bu esa 1.2x ga ko'paytirilgan video kerakchi. Men bunaqa o'tirib oldim. Ben shu yerda montaj qilib qo'yib yuboraman deb o'yladim, lekin men o'zimga ham yoqmadi. Chunki nimaga desanglar, men faqatgina rost gapirishni xohlayman. Shuning uchun men shu yerda montaj qilmoqchi edim o'zi. Keyin o'ylab qarasam, o'zimga ham yoqmadi. Keyin montaj bo'lib keyin va o'ylab men yana o'rnashga harakat qildim va bugunisiga men yana oradan bir kun o'tib va men yana qayta Minecraftga kirdim va yana o'sha Versailles Dream qilgan harakatni qilishga harakat qildim. Men 1,5-2 soat davomida Minecraftda chiqmasam butunlay o'ynay va shu turda qilaman deb harakat qildim, intildim, lekin endi o'xshagan paytda Versailles ustiga tushib qolibman. Men shunchaki ichki xotirjamlikda yo'q oldim va hech qisi yo'q deb Versaillesdan chiqib o'zimni pastga qarab uloqtirdim va yana o'ldim. Keyin yana Versailles ustiga tushdim. A few moments later. Mazgi bu Minecraftdan hozir chiqib ketaman bor. Voy, yana o'ldim men nima? My dream. Wait, what? What? Oh my gosh! Hozir masala uchun yana qaytada qo'yib beraman. Qani, let's go. O'lib bo'ldim. Yana what the heck? Ana u yo, va nihoyat men buni uddaladim. Yes, let's go. 1,5 ta haybajorlar uchun bu kadrni men sekinlashtirib ham qo'yib beraman. Ha, va nihoyat men 2 kun deganda bu narsani qila oldim. Bunga 2 kun emas, 1,5 kunim ketdi, chunki bunaqa qilish juda ham qiyin ekan. Men birinchi hozir tasodifan adashib bosib qo'ydim deb o'ylayman. Bu butun umrlik omadim ketdi deb o'ylayman, chunki bunday qilish hammaga emas. Idaji telefonda Bedrock versiyada men bunaqa bitim nimadirlar bo'layotgan nastroyga o'ynash hammaga emas. Hozir juda ham xursand edim video olayotgan paytimda. Ovozim yozilmay qolgani shu tomonda minus bo'ldi. No. He's gone back to the base. If you can cut him off, he won't be able to go anywhere. Okay. He's jumped! Oh! Endi men bunisi, ya'ni tepalikdan tushib, o'sha yerdan daraxtni olishim, daraxt bariga yaprog'ini olishim kerak edi, lekin men yaprog'ini hali qo'ymayman. Endi qo'yib, endi astigina yana tepaga chiqishimiz kerak. Xo'sh, men tepadaman, endi pastga qarab let's go. Bu nimaga bu o'ltiravermayapti? Qani keyingi urinish. Let's go. Qanchalar oson bo'ldi men uchun. Atiga 2 ta urinishgina ya. Munchalar kam urinish. Bunisi oson bo'la oladi. Yana bitta ko'rsaman. Men ko'rsam dashir o'qib deb oldim birinchi o'lib olay. Xo'p, men o'lib oldim. Voy o'la. Tushib ketdim yana. Qani qaytadan повторить. Bunisi tichib yordim. Yana qaytadan tortaylar. Men endi o'xshaydi qaranglar. Voy vale. Faqat tip qoldim-da. Bo'lmasam keyin anaqaga o'tamiz. Xo'sh, keyingi kadrga let's go. Короче, men hozir mana shu yerda turgan tatemni o'ni tepaga chiqib, mana shu yerga tushib tatemni ishlatishim kerak. Bu narsani dream qilganmi, qilmagan bilmadim-ku, lekin men shunaqa video ko'rdim. Biz let's go qani. Biz bitta ishlatordi-yu. Nima bo'lyapti menga? Voho, men kuchayib ketdimi? Bu oson bo'lmasa ketdi-yu keyingi videoga. Xo'sh, biz mana shu paqirni olib, ana tepadan pastga tushib, keyin o'sha paqirni qo'limizda ushlab water drop qilishim kerak. Bu videoni dream qilganmi, qilmaganmi bilmadim, buni o'zimcha qilib ko'rmoqchiman. Qanday bo'lar ekan? Birinchi o'rinda biz survivalga o'tamiz. Shetga spam bo'yin qo'yib qo'ymasam, o'lib qolaversam, pastda tirilavermayman, shu yerdan tirilaveraman. Qani, let's go. Birinchi o'rinda paqirni ko'rdim. Paqirni ham ko'rmadimmi men? Chelini ham ko'rmadim, bor. Qani, nimaga o'xshamayapti?
Men qila olmaganim uchun men bu joyini o'zgartirishga qaror qildim va yana o'ldim va keyingisida esa vanna qo'yalmag'ili. Bu joy ham dalakani. Men nima qilyapman? Men nima qilishimman aytinglar. Kommentariyada qoldiringlar o'z fikrlaringizni. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Shuncha mehnat uchun. Keep an eye on these lanes. Yes! Oh, yes! Videoda ko'rganlarida endingizda biza Narom bilan 3 qo'shimizga kerak. Qani o'zamiz, let's go. Men bitta to'g'rilab oldim, sal balandlikda mozlab videoga qarab, lekin men bunday qilib Dreamni xuddi joyida qila olmadim, qish topa olmadim. Bo'lmasa biz sakradik. Qani birinchidan, albatta kanishda birinchidan o'xshamaydi, ikkinchida albatta o'xshaydi degan bittaman. Yana jonim qoldi. Men bilan endi chopib chiqish kerak. Men yana tepadaman. Xo'sh, endingizda azizgina sal yaqinroq bo'lib qoldi. Yana yana qo'ya olmadim, lekin qo'yilganda bo'ldi. Buncha uzoqdan turib men qo'yib. Qancha menda yarim jon qoldi? Savol. Bo'lmasa biz yana o'lamiz, qani? Voy mana. Xo'sh, yana eng oxirgi ko'ra qara. Nima bu qo'yilmayapti? Mana shuna qo'ysam bo'lar-ku ertaroq. Nima vaqtlar oldim. Men ertaroq qo'ysam bo'lar-ku, ko'rasan, men bunaqasiga To'tela yemay qol. Oz. Yana bitta qilaman. Qarab turinglar hozir. Qaranglar. Voy, ko'ryapsizlarmi ana? Ana ko'rdinglarmi? Endingizda chiqardim lekin. I just want to see him die. Come on. Oh, he's on the edge of a lava pool. Oh my god. Get him. What? What are you doing? Oh my god! What? Mana nima qilib ko'raman hozir. Men bittani ustida tura olmadimmi? Men shuncha urinishdan keyin men qila olishim kerak. To'telaman qayoqlar va invertdan, asosiy invertdan qo'yib olay. To'lamizadagini endi qilamiz. Qani 1 2 3 4 let's go. Men buni uddaladim. Let's go. Yo. Turga tur. Dream ham 4 taqildim. Men ham Dreamga o'xshab 4 taqildim. Qaranglar, hozir yana qaytadan qilaman. Qarab turinglar. Hozir men qilaman dedim, qilaman, qarab turinglar. Yo, olamizadagining 1 2 3 4. Men yana 4ta, ikkinchi marta. Oh my god! I got his water! Shoot him! Shoot him! Kill him! He's gone. He's dead. Oh! What? Let's go, ikkinchi urinish. Nimaga men jonim ketyapti? O'tiryapman axir. Otga o'tirganim jon olyaptimi? Xo'p, mayli, men bo'lmasa pastga yana bitta ikkita ot qo'yib oldim. Men bitta ikkita blok qo'ydim va let's go. Qara. Baribir jonim ketib o'tiryapti. Men otlarni deb hammasi bo'lyapti. Xo'p, bo'lmasa menda 3-urinish, ana tomonlar ot turibdi. Qani, let's go. Men buni uddaladim. Bu ot vardı men. No. Men buni uddaladim. Let's go. Hozir yana bitta qilib ko'rsam sizlarga. Davayte, men tepadaman. Bu safar ham ot tuxumini qo'yib, ham ustiga o'tirishim kerak. Bitta ditashi menga urgan bo'ldi. Nima qilyapman men? Короче, bo'lib birinchilar videomiz shu tugaydi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Va yana kommentariyada o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Lekin men O'zbekistonda bo'lmagan kontent qildim va bu juda ham ajoyib bo'ldi. O'shaning uchun tezroq like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men ham tezroq birga bo'lay. Agar shu video orqasidan 1000 ta obuna cho'kishsam, yana bitta ikkita youtuberlar harakatini qilib ko'raman.